欢迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的是第10单元的生词。Bugün öğrendiğimiz 10. kısımdaki ham sözlükleri. Onda olsa bugünkü sözlükке qarab bakaylik. 第一个词开，开 yazılışı 横横撇竖，非常简单是吧？那么bu yerdeki bu kay degan bu sözünün ma'nosi nima? İçiş. Kay, içiş. 那么 masalan eshikni ichish desak 开门，开门。Andan keyin 像平时masalan bir narsani ichib degan vaqtimizda 打开，打开 deymiz， 把窗户打开，或者是把窗户开开都可以开 ichish。那么其实这个开呢跟别的生词组合的时候有很多种意思。开degan bu söz boshqa so'zlar bilan mushu birlashgan vaqtida nurg'un ma'nosi chiqadi. Masalan, qaynoq suv desak nima deymiz? 开水，开水。我想喝开水，mening qaynoq suv ichgim kelyapti degandek开。好，那么在这篇课文里面，这个开是什么呀？开房间的chiqqan. Yataq ichish degan. Bu yataq ichish degan yataqni ichib etish emas,是boshqa bir yerga borgan vaqtimizda bu yerda uyimiz yo'q, turadigan yerimiz yo'q, shuning bilan bir mehmonxonaga berib, bundaq yataqdan birini ichib, shu yerda qonab qolmoqchi bo'lgan vaqtimizda shu yataq ichishni nima deymiz? 开房间，开房间 desak bo'ladi. 好，开 ma'nosi ichish. Keyingi so'z 预定。预是oldin ola. Bu xatning yozilishiga qarasak 横折点 andan keyin 横勾竖提竖勾 andan 一个叶横撇竖横折撇捺 预 oldin ola. Masalan, oldini mudofiilanish bo'lgan bo'lsa 预防 masalan kasaldan oldini ilish desak 预防疾病. Nima havoraydan oldin ma'lumot desak iliq vaqtida degan tuqqu nima deydi? 天气预报 deymiz. 那么这个预呢就是 oldin ola. 定 degan bu xatni biz oldida o'rganib bo'lgandik. Zakaz degan ma'noda 一个言字旁一个定. 那么预定 bir yerga kelsa 就是 oldin zakaz qilish. 好, masalan mushu oshxonalarga berib tamoq yegan vaqtimizda bu yerda biz o'rin yo'q bo'lib qolishi mumkin. U vaqtida biz nima desak bo'ladi? 预定桌子，预定桌子。那么to'y qilgan vaqtimizni shu restoranlarda qiladi. Bu restoranning mundaq bir vaqtlari o'zgarib qolgan ham bo'lmasa boshqalarga to'liq qilib bo'lgan ishlar bo'lib qoldi. Bu vaqtida biz uni oldin ola zakaz qilamiz. Ana shu vaqtida 预定宴会厅，预定宴会厅 deymiz. 那么boshqa joylarga berib mayli biz komandировкаga chiqamdiq yoki sayohatga chiqamdiq, mustaq yataq kirib yotadigan ahvol ostida yataq qolmaslikninki oldini olish uchun biz o'xshash avval yataqni qanday qilamiz? Zakaz qilib qo'yamiz. Najusha qanday deymiz? 预定房间，预定房间。一般情况下odatda biz mushu bir yataqqa berib yataq ochmoqchi bo'lgan vaqtimizda mishadagi xizmatchi xodimlar bizdan so'raydi. 请问您预定房间了吗? Siz mushu yataq zakaz qilganmi deb so'raydi. Agarda qilgan bo'lsangiz 预定了 desangiz bo'ladi. Agarda bo'lmasa 还没有 desak bo'ladi va 预定 oldin zakaz qilish. 好，预定。下一个词房间，房间。biz mushtaq bir egizlik mushtaq bir uyni odatda nima deymiz? 房间 deymiz. Bir egiz bo'lgan vaqtida 房间. Nima mushu yataqqa kirgan vaqtimizda mushu yataqniki mushu bir tal uylarni 房间 masalan 101 yataq bo'lgan bo'lsa, uni 101号房间 101号房间. Nima 607 yataq bo'lgan bo'lsa 607号房间 yoki bo'lmasa 607号房间 deymiz. 房间 uyi. Nima mushu odatda o'zimizningki uyimizdagi mushu yataq uylarimizni ko'pincha 房间 deymiz. 我在我自己的房间里
我在我自己的房间里。那么bu yerdagi bu房间nimani ko'rsatib berdi desak, o'zimizniki mushu yataq uyini ko'rsatib berdi va. 好，房间。下面一个词，姓名。姓名。Dastlabki darsda o'rgangan vaqtimizda ning guishing deb o'rgangan tuqqu, ning guishing deb. 那么那个是什么呀？Ilaqa familiyangiz nima shing degan familiya. 那你叫什么名字deb ming deganimiz ism. 那姓名deganimiz ism familiya. 那么shu vaqtida sizningki ism familiyangiz nima desam, ning da姓名是 ning da姓名是 deb so'rasak bo'ladi a. 那么姓名bu iki xatdan burun o'rganib bo'ldik shunday-ku. 姓是一个女，qiz bola一个女，然后一个生，生活的生。anandagi名 deganimiz 就是这个 ismdagi 名字的名，好，姓名。那么我不知道他的姓名， men u yoqninki ismini 或者说 ism familiyasini bilmayman degandek. 姓名 bildik-ku. 单人间，单人间。Dan degan bu yerda taq degan ma'noni bildirdi. Jendan degan vaqtimizda o'rganib bo'lgan-a. Ren deganimiz odamni,就是bir odam yotadigan mundaq yataqni danrenjen deymiz. Ya'ni yolg'iz kishilik yataq. Danrenjen. 请问有房间吗？ so'rab baqsam yataq bormi? 请问有房间吗？ 有。你要什么样子的房间？ Ba. Sizga qandaq yataq kerak? 你要什么样子的房间？ 我要单人间。我要单人间。Manga yolg'iz kishilik yataq kerak. Yolg'iz kishilik yataq单人间。好，unda bo'lsa keyingi so'z把。把 yezilishi 一个提手旁 and 横折竖横竖弯钩 ilaqi 爸爸dagi ba'ninki osti shunaqo 把。那么bu 把 degan bu xatninki ma'nisi ni bo'lib chiqadi. Ni. Lekin nining hammasi ba bo'lishini atayina. Buni qanday ishlatamiz desak, harakatga qarata ma'lum bir shaxs, ma'lum bir narsani bir nima qilib o'tgan bo'lsa, uni ni deymiz. Masalan, fukam sutni ichib o'tdi. Fukam sutni ichib o'tdi. Nima u vaqtida didi 把牛奶喝完了。弟弟把牛奶喝完了。Men topshiriqni ishlab bo'ldim desam, 我把作业做完了。我把作业做完了。那么 men sizni sevgindim degan bo'lsam, 我把你想了 desak bo'lmaydi. Nemishqa desak, 想 degan bu harakat qanday harakat? Bizning xiyolimizda bo'lgan harakat. Bu bir abstrakt harakat. Nima? Bayamqi topshiriq yezish, sutni ichish qatorliq bu harakatlar qanday? Bu noiti konkret bo'lgan, men ko'zim bilan ko'ra oladigan harakat. Hozir men opamni sevgindim desam, mening sevginganimni sizlar ko'ra oldinglarmi? Ko'ramaymiz. Buni abstrakt deymiz. Nima mening topshiriq yozayotganimni siz ko'ra olamsiz? Ko'ra olasiz. Buni konkret deymiz. Anda sut ichganimni ko'ra olamsiz? Ko'ra olasiz. Buni konkret deymiz. Nima shu vaqtida ni deb ba degan ma'xatni ishlatma desangiz, bu harakatingiz cho'qim konkret harakat bo'lishi kerak. Masalan, men velosipedni pastga to'xtatib qo'ydim desam, 我把自行车停在楼下了。我把自行车停在楼下了。Mundaq desam bo'lamdi. Nima? O'ylang, velosipedni to'xtatish bu bir konkret harakatmi? Agarda konkret bo'lgan bo'lsa, bo'ladi. Nima? Men sizni yaxshi ko'rib qoldim desam, 我把你爱了。我把你爱了。Bu yaxshi ko'rish degan bu harakatni siz ko'rdingizmi? U faqat mening ko'nglimda bo'ladigan bir xil hissiyat. Uni siz ko'rolmaysiz, shuningga buningga ni deb uyg'urchasida chiqqan bo'lgani bilan hanzuchisidagi ma ba degan xatni ishlatsak bo'lmaydi. Ha shu vaqtda hozir meni tushundik deb o'yladim endi, ha. Ni, ya'ni ba deb turib ishlatgan vaqtimizda bir odam
yoki bir narsa yana bir narsani birnim qilyapti, lekin bu yerdagi harakat cho'qim konkret harakat bo'lish kerak. Bunda xiyaldagi yoki biz ko'ngli bo'lmaydigan abstrakt harakat bo'lsa bo'lmaydi. Ha, unda bo'lsa keyingi so'z 教 教 那我们来看一下怎么写的，看到yazı biz 点横，然后呢撇捺撇捺。Üstüdeki ikisi kichikroq, ostidagi ikisi uzunroq bo'lib ma'noda va 教 ma'nosi topshirish degan ma'noda. 比如说 pul topshirish degan bo'lsak 交钱 交钱. Anandikilar shu 9-oyda maktabga berib iliqi o'qish haqini topshiramiz-ku. Shu vaqtida 交学费 交学费. Nama onundan başqa topshiriqni yozib bo'lgandan keyin ertasi muallimga topshirib beramiz. Uni nima deymiz? 交作业 交作业. Ha, ishqilib bir narsani yana bir odamlarga topshirib bergan vaqtimizda 交 shama shama shama. Ustiga yuqoriga topshirgan vaqtimizda 交 shama shama desak bo'ladi. Ni 今天的作业交了吗? Bugungi topshiriqingizni topshirdingizmi? degandek. 家里面的这个水停了. Öydeki su to'xtab qapti. 我要去交水费. Nima qilg'ili borman? Su pulini to'lg'ili borman degan gap. 交水费 degandek. Ha, unda bo'lsa, keyingi so'z 押金 押金 押 一个提手旁，给竖横折横横竖，一个加 金 altındaki cin şunağı 押金deganimiz ran haqqi. Yani ya deganimiz raniga qo'yish, yajing bo'lsa ran haqqi. Masalan, shu yataq ochgan vaqtimizda bular nima oladi deymiz, ran haqqi oladi. Masalan, ran haqqi qancha pul degan bo'lsak, yajing shi 多少钱? Yajing shi 多少钱 desak bo'ladi. Masalan, nurg'un narsalarda shu ran haqqi oladi. Masalan, 比如说冬天我们去滑雪的时候， qishda qat'iy yilg'ili bo'lgan vaqtimizda biz nima shu 滑雪板larni nima qilamiz? Zuchular ijaraga olamiz. Nima ijaraga olgan vaqtida ularga nima beramiz? Yajing beramiz, ran haqqi. Yajing. Ha, unda bo'lsa, keyingi so'z 房卡 房卡 房 Ügünüp bo'lgan shunday o'xshamish iga hu asti bir tal fang degan xat. Nima ka deganimiz shu hang hang shu diyen. 这是 ka ni amaliyotda ügünüp bo'lgan. U vaqtida shua ka deb o'rgangan to'xshinami? Nima fang ka degan bu uyni ochadigan shu yataq ochgan vaqtimizda uyni ochadigan shu kartini fang ka deydi. Yataqning kartasini nega qo'ydingiz desam, 你把房卡放在哪里了? 你把房卡放在哪儿了? Uyninki kartasını tapamadım desek, 我找不到房卡. 我找不到房卡 desek buludu. Ha, 房卡 aşu yataqninki kartası ya. Hem de 证件 证件 ma'nosi kinishka. Ha, bu xatninki yozilishga qarsak, iga yanzi pang anandaki 正好的一个正 见 deganimiz yana shu ashuilaqi 一件事情的一个见 一个单人旁一个牛 正见 degan kinishka bu qandaq kinishka desakchu masalan sizning shopurlik kinishkangiz kimligingiz yoki qolgan mushtaq ilaqi o'quvchi kinishkalaringiz degandek bularning hammasi nimaga kirdi? 正见ga kirdi. 请出示您的证件 nima kinishkalaringizni ko'rsating desak, 请出示您的证件 desak bo'ladi. Ha, 证件 kinishka. Keyingi so'z 密码 密码 mi degan bu xat mimi deb o'rgangan shunday mimi degan maxfiyatlikdi. Ma deganimiz bir razma deb o'rgangandik. Lekin bu mima ikkisi bir yerga kelgan chaqda ma'nosi maxfiy sifr. Maxfiy sifr. Ha, mima. Masalan, sizning kartangizningki maxfiy sifri nima desak, 你的卡的密码是多少? 你的 masalan bank karta olgan bo'lsa, 你银行卡密码是多少 desak bo'ladi. Men maxfiy sifrni unutib qolibman desak, 我忘记密码了. 我忘记密码了 desak bo'ladi. Keyingi so'z 餐厅
餐厅,餐degan bu xatni burun o'rganib bo'ldik. Shunday 早餐、午餐 degan vaqtimizda 已经学过了。竖横、撇横、撇点，然后一个 u， 下面是一个十，粮食的一个十，açlık的一个十 degan xat。那么听呢，横撇横竖勾。餐厅，首先biz uyni o'rgangan vaqtimizda 我们知道有一个uyninki alimu 租房子的时候是吧？alim uy ijara olgan vaqtida uyninki qurilmasiga kelgan chaqda oshxonani nima deydik? Uydagi tamoq yeydigan yerimiz shu 厨房。厨房。那么 tamoq yeydigan bunda oshxona o'rnini nima deymiz? 餐厅。餐厅。餐厅我们可以说 oshxona deb 两种意思bo'ldi. Uyning ichida bo'lsa 就是我们吃饭的那个地方。那么 sirtda bo'lsa 也是 o'xshashi tamoq yeydigan oshxonani 餐厅 deymiz. 餐厅。好，今天我们去餐厅吃饭吧。Bugun biz oshxonaga berib tamoq yeylik. 今天我们去餐厅吃饭吧。楼下这个餐厅的饭特别好吃。mushu pastki nima oshxonaning tamoqi bek o'xshaydi degandek. 餐厅 oshxona degan so'z. 好，keyingi so'z 层。层 yezilishi 横折横撇 anan degan osti bir tal yun. Osti bir tal yun. Nima bu nimani bildirdi desakchi mushu qavat. Biz iliq vaqtida lov deb o'rgandik. Odatda biz bino uyniki birinchi qavat, ikkinchi qavat, uchinchi qavat degan chaqda 1楼、2楼、3楼、4楼 deymiz. Nima mushtaq yataq qatorliqlarga kelgan vaqtimizda ko'pincha mushu changni ishlatadi. Bu qavatni bildirdi va birinchi qavat bo'lsa 1层, ikkinchi qavat 2层, uchinchi qavat 3层. Endi liftga chiqqan vaqtimizda mushu 1 2 3 4 deb mundaq soni bo'ladi-ku. Oshniki mundaq keyiniga qarasak bir chang degan bir xat bor. Nima chang deganimiz shu qavatninki sonini bildirdi. Ha, masalan 我的房间在几层? Mening yataqim qanchinchi qavatda? 在6层. 6-chi qavatda. 在6层 qatorliqa. Unda xo'sa keyingi so'z 早餐。早餐。早degan bu xatni burun biz o'rganib bo'ldik. Ma'nisi sahar, atdigan degan. Nima chan degan bu xat qandaqdi? Buni o'rganib bo'lgan. Tamoq degan ma'noni bildirdi. Shunday oshxona degan ma'noni bildirdi. Nima我们再看一下 竖横 andan keyin menga to'g'ri o'xshab qoldi. 一个 u andan 一个十粮食deki 十 早餐. Nima bu so'zning ma'nosi at deganlik tamoq, ya'ni noshta. Masalan, noshta qildingizmi desam, 你吃早餐了吗? 你吃早餐了吗 desak bo'ladi. Nima tushlik tamoqni 午餐。午餐 kechlik tamoqni 晚餐。晚餐 desak bo'ladi. Ha, unda xo'sa keyingi so'z 退房。退房。退横折横横竖提撇捺 andan 一个走着的。退 ma'nosi qaytirish. 房 degan ashu yataq. Yataq qaytirish deganni 退房。Erta soat 12dan burun yataq qaytiruvchisiz desak, 明天12点以前退房。明天12点以前退房 desak bo'ladi. 查房，查 上面是一个木，然后是一个日，最下面一个横。那么查房deganimiz yataq tekshirish. Yataq ichib, yataqni qaytirib etdimiz degan vaqtimizda bu yerdagi xizmatchi xodimlar mushu yataqingizga kirib, mushu yataqni bir tekshirib chiqadi. Ichida biror narsa buzilib qoldimi degandek. Nima buni nima deymiz? 查房。查房。Na uningdan boshqa mushu 茶 degan vaqtimizda 茶su deb anglab boqqan bo'lishimiz mumkin. Biz mushu maktab o'qigan vaqtimizda kechlarda muallimlar kirib qandaq mushu yataqda o'quvchilarimiz bormi yo'qmi deb turib, u yataq maktabdagi yataqni biz sushi deymiz. Shu vaqtida u vaqtida deydik 茶su. 茶su deymiz. Nima Masrda yataq deyotgan bo'lsak, uni biz 茶房 deymiz. Ha, 我要退房。我要退房。你们去查个房吧。Men hozir yataq qaytirman, sizlar hozir chiqib bir yataqni tekshirib o'tinglar degandek. Ha, unda xo'sa keyingi so'z 结束。
结束。结degan xatga qarasak一个绞丝旁 ana degan 横竖横 üstündeki 横 uzunroq astidagisi qisqaroq 下面是一个口 树degan xat 横竖横折横竖撇捺 结束 oyoqlashish degan ma'noda masalan kino oyoqlashdi desak 电影结束了 那么 o'yin qo'yayotgan bo'lsa o'yin qo'yish oyoqlashdi desak 表演结束了 hamma narsa oyoqlashdi desak 一切都结束了 desak bo'ladi 结束 oyoqlashish 那么今天我们的节目就到此结束 degan bo'lsak bugun bizdagi programmamiz mishada oyoqlashdi degan ma'noda bo'lib chiqadi 结束 oyoqlashish 好 unda bo'lsa eng oxirgi ikki so'z 欢迎欢迎 deganimiz 欢首先是一个又 能 degan 么说一次两次的个次能给开呢那迎 degan 还撇竖提 and 横折钩竖 能 degan 嘛这个 bertal 走这里欢迎 qarshi olamiz degan ma'noda chiqadi 欢迎欢迎 degan bo'lsa qarshi olamiz masalan bir odamni kutib olgan vaqtimizda yo bo'lmasa kelgan vaqtida biz odatda qanday deymiz voy kelar qatdim yana kelishingizni qarshi olamiz desak 欢迎下一次再来 yoki bo'lmasa 欢迎下次光临 deymiz 那么 ko'pincha biz mushu do'konlarga so'd saroylarga kirgan vaqtimizda bo'libmi mushu eshikdan kirganlik vaqtimizda nima deydi 欢迎光临欢迎光临 deydi bu shu 欢迎光临 deganimiz 就是 kelganingizni qizg'in qarshi olamiz kelganingizni qizg'in qarshi olamiz degan ma'noda chiqadi 好欢迎光临没有问题了吧那么光临 degan 就是我们这个最后一个词好那到此呢老师把今天我们要学的生词都讲了一遍同学们都听懂了吗那接下来跟着老师把每一个生词一个读两遍好我们开始了开开预定预定房间房间姓名姓名单人间单人间把把交交押金押金房卡房卡证件证件餐厅餐厅密码密码层层早餐早餐好那同学们我们呢把这个所有的生词都已经读了2遍了 那今天我们的作业跟以前还是一样的 bugungi topshiriqimiz yana burunqi bilan o'xshash har bir so'zlikni ikki qurdan ko'chirib o'ttirdan bugungi so'zliklar sal ozroq ekan shuning bilan bugun o'ttirdan 4 ni tanlab jumla tuzib olsak bo'ldi汉苏娟的不是随对。那今天我们的作业呢，跟以前一样，所有的生词每一个抄2行，抄2行，选择其中的4个造句，好吗？那今天我们的课就先上到这里，同学们，下一期再见。